hozir shundan qarz olaman, keyin qarzimni uzaman. Battar bo'lasiz. Hattoki janoza o'qilmaydi to qarzi odamni o'sha qarzini kimdir bo'yniga olmagunigacha. Chunki u dunyoda bu narsa juda katta mas'uliyati bor. U dunyoda shunchalik mas'uliyati bor ekanmi, demak bu dunyoda ham mas'uliyati shu qadar katta. Shuning uchun to bu dunyoda qarzingiz uzilmadimi, oldingi chiroyli hayotga yo'l yo'q, yopib turibdi. Yopilibdi, birinchi buni qiling deb turibdi. Mana как shlagbaum. Ko'ryapsiz, chiroyli hayot. Tasavvur qiling, chiroyli parkni oldida turibsiz-da, eshigi yopilgan, reshotka qo'yilgan. Aytayaptiki, birinchi biletni sotib ol, deydi-yu. Xuddi shunaqa birinchi qarzingni uzib ol. Birinchi qarzingni uz, undan keyin eshik ochiladi senga degandek. Tasavvuringizda qarzlaringiz bor, odamlardan pul olgansiz, buni so'raydi, uni so'raydi, bu so'raydi, anda kreditingiz bor, boshqa borda halovatingiz bo'lmaydi. Siz bunaqa chiroyli dunyoni ko'ra olmaysiz. U dunyoni prosta hayotingizni mana o'zingiz reshotka qilib qo'yasiz-da. O'sha reshotkani oldida turib, boshqalarga havas qilib, nimaga falonchilar hammasi yuribdi bu parkning ichida? Nega hamma mazza qilib yuribdi? Nimaga men kira olmayman bu yerga deysiz? Chunki bu reshotkani o'zingizga yasatgansiz. Buni sizga kimdir yasagani yo'q.